Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari va bizni birinchi bor ko'rib turgan do'stlar. Demak, bu videomiz qo'y yungini oladigan apparat ishqibozlari uchun. Bu maqolamizda navbatdagi qo'y yungini oladigan apparatimiz haqida batafsil ma'lumot. Avvalambor bizni YouTube kanalga podpisatsiya bo'lishni unutmang. Podpisatsiya bo'lsak bizga nima foydasi bor desangizlar, chunki Usta Oybek YouTube kanalimizda har doim yangiliklar bo'ladi. Shu yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga podpisatsiya bo'lib, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Kelajak biz bilan. Usta Oybekdan uzoqlashmang, bo'lmasa ketdik. Qo'y yungini oladigan apparat tarmoq kuchlanishida ishlaydi, ya'ni 220 volt. Mashinka va apparat haqida qisqacha ma'lumot. Mashinka MSO 200 36 volt, 3 faz, 200 Hz. Quvvati 90 Watt. Apparat kirish ta'minoti 220 volt tarmog'ida ishlaydi. Apparatdan chiqishi 36 volt, 3 faz, 200 Hz. Qo'shimcha himoya tizimiga ega. Agar mashinkada mexanik tomondan xatolik bo'lsa, apparat himoya tizimi ishlaydi va apparat mashinkani bloklaydi. When your nightmares filled up with landmines, we will face it, standing side by side. You know I'll come running when you need. I'm coming. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. Qo'shimcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Mashinka.uz telefon qo'ng'iroqlariga soat 9:00 dan kechki 6:00 gacha javob beramiz. Bizni kuzatib borganlaring uchun sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan Usta Oybek bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang va yangiliklar kutib qoling. Ko'rishguncha. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. 'Cause I got you.